بسم الله الرحمن الرحيم نهایت şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا G'ozlarning dushmanlarga hujum qilishida hosirab yugurguchi, qattiq yugurganlikdan tuvoqlardan o't chiqarg'uvchi, attiganda dushman ustiga bostirib kirguchi, qattiq chapqonlikdan to'pichang chiqarg'uvchi, shu to'pichang bilan dushman to'pishiga kirib ketguchi otlar bilan qasamki, innal insana li robbihi lakanud. inson haqiqatan Parvardigorning ne'matlarini cheksiz inkor qilg'uchidir. Va innahu ala zalika lashahid. inson haqiqatan uningga, ya'ni Allohning ne'matini inkor qilganligiga albatta o'zi guvohdir. Va innahu li hubbil khayri lashadid. inson pul molga intayin erisdir. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Qabrlardagi o'liklar sirtqa chiqarilgan, dillardagi sirlar oshkora qilingan chaqda ularning hamma ahvolidan Parvardigorning haqiqatan xabardor ekanligini bu nodon inson bilmamdu.